Hop, bugungi videomizda ikki xil narsa haqida gaplashamiz. Personal statement va supplemental essays. Va ular nimaga kerak, nima hal qilib beradi u sizni application processingizda. Hop, o'sha aytganimdek, shu ikkita haqida narsa haqida gaplashamiz va oxirida quick tips va common traps'ni aytib ketaman, ko'rsatib ketaman. Hop, personal statement. Bitta gap bilan aytganda 650 ta so'zdan tashkil topgan bitta text essay. Va bu essay shu savolga javob berishi kerak, bera olishi kerak. Siz kimsiz? Hamma o'sha akademik gredingdan tashqari bo'lgan. Siz qiladigan narsa nima? Bu essay hamma universitetlarga bir xil ta'sir qilishi kerak. General qilib olishingiz kerak, ya'ni bitta universitetga qarab turib, shu narsa inspiration bo'lgan deb aytolmaysiz. Bu уже supplemental essayga o'tib ketadi. Xo'p, nimaga buni xohlashadi? Nimaga ularga kerak? Xo'p, birinchi navbatda GPA, SAT o'sha hamma o'sha skorlaringiz data point yaratadi, numbers bo'ladi. Va story, personal statementingiz aynan sizni applicationingizda odam qilib ko'rsatib beradigan narsa. Qo'pol qilib aytganda, odamning egzoskeletoni ichidagi organlardan tashqari bo'lgan narsa hisoblanadi. Tiebreaker, ya'nida oxirgi mana shu ikkita faktorni jamlab turib, sizga decision chiqarib beradigan oxirgi anaqa bo'ladi, protsess bo'ladi. Xo'p, admission officers birinchi numbersni aniq qiladi. Majorga eligiblemisiz? Shu major bilan olib keta olasizmi, yo'qmi, kelajakda bitira olasizmi? O'shani hal qilib beradi. Story esa sizni o'sha human qilib ko'rsatib beradi. Sizni unique bitta anaqa boshqalardan ajratib turadigan narsasi bo'ladi. Xo'p, keyin universitetlar essayingizda nimani qidirishadi, nima ularga kerak? Ularga character, resilience, unique perspective shu 3 ta narsani aniq qidirishadi va siz o'shandan ikkitasini ishlatsangiz bo'ladi. Hop, characterga bunga yetishimiz mumkin. Ö, siz o'sha hamma akademik lensdan tashqari hech kim sizni qaramayotganda odamlar bilan qanaqa gaplashishingiz, odamlarni qanaqa treat qilishingizni anglatadi. Resilience esa siz challenge bilan face bo'lganingizda, ya'ni challenge uchraganingizda uni qanaqa overcome qilishingiz va o'sha failure'ingizdan qanaqa o'sishingiz, uni qabul qila olishingizmi, yo'qmi, o'shani bildiradigan bitta faktor. Unique perspective bu sizni dunyoga qarashingiz, ya'ni siz dunyoni qanaqa ko'rasiz. Universitetlarga shu ham qiziq bo'ladi. Ya'ni buni siz aytaylik experience orqali ko'rishingiz mumkin. Culture, identity xohlaganingizcha. U har xil anaqa bo'lishi mumkin. Havasda bo'lishi mumkin yo perspektivli bo'lishi mumkin. Xo'p, bitta takeaway anaqasi bor. Pro tip. Sovg'a texnik. Bitta paragraf yozdingizda, undan keyin o'zingizga savol bering. Mana shu karakter bo'limiga, resiliensga, unique perspektivga kiradimi, yo'qmi? Kirmasa o'chirib tashlang. Ularga o'sha o'zingizga qattiq turishingiz kerak. Xo'p, va shu 3 ta kombinatsiyadan ishlatishingiz mumkin. Character plus resilience juda kuchli kombinatsiya hisoblanadi. Xo'p, va resilience va unique perspective. Character va unique perspective. Juda kombinatsiyani ishlatsangiz, siz yutuqli winning strategy yaratgan bo'lasiz. Xo'p, siz o'zingizni anaqangizda, essayingizda ko'rsatishingiz kerak, gapirib berish emas. Ya'nida siz essayingizda mana shu "Man liderman" deb deyolmaysiz. Ularga siz bitta konsept yaratishingiz kerak. Ular o'sha gapingizdan sizni liderlik qobiliyatingizdan, sizni AIga qiziqishingizni yokida koding anaqangizni, knowledge'laringizni olishlari kerak. Bu yerda example'ga berilgan. Xo'p, kuchsiz anaqasi oddiy bitta gap bilan I'm a leader, ya'nida man liderman. Bu hech palonsiz unga bermaydi. U qanaqa lider bo'lganligi, nimaga liderligini ochib bermaydi. Siz hozir man mana shu aytaylik kechasi soat 3 bizani sistemamiz buzilgandan keyin turib yordam berdim desangiz, bu sizni ancha yoritib beradi. Hop, 3 ta kategoriya bo'yicha to'g'ri keladi. Bu siz aynan bitta vaqtda aytib berishingiz, ya'nida o'sha esda qolarli bo'lgan anaqa faktor hisoblanadi bu narsa. Va siz o'sha paytda nima, qanaqa action qilganingiz, ya'nida bilmadim, teamda bo'lganmisiz o'sha har bitta anaqaga yokida o'zingiz action anaqa qilganmisiz, o'zingiz koding yozib o'sha paytda o'zida
va oxirida clear outcome. Aynan o'sha qilganingizdan keyin sizga nima berdi shu actionlaringiz. Aytishingiz mumkin, "Man shu narsani yutdim, shu narsaga anaqa qilishga eligible bo'ldim, o'tdik mana shu protsessdan" deyishingiz mumkin. Xo'p, bu personal statement haqida edi, bo'ldi endi. Va supplemental essays. Qisqa qilib aytganda, 150 ta 250 ta so'zdan tashkil topgan bo'lgan essay hisoblanadi va har bitta universitetga u alohida essay alohida questionlar berishi mumkin. Siz o'sha questionlarga qarab turib, butun bitta essayga tashkil anaqa qilasiz, yaratasiz. Bunga bo'lishi mumkin aytaylik, nimaga biza, nimaga bu major tanlading va university communitiesga anaqa to'g'ri kelasanmi, yo'qmi, nima qo'sha olasan, shunaqa savollar bo'lishi mumkin. Hop, va bu yerda o'sha winning strategy yozilgan, o'zinglar to'xtatib ko'rib olishinglar mumkin. Hop, supplemental states and types and strategies. Hop, nimaga biza degan savolga quyidagi javob berishingiz mumkin. Siz o'sha universitetda aynan bitta spesifik klasslarni, professorlarni anaqa qilishingiz mumkin, attach qilishingiz mumkin. Ya'nida mana shu sanda mana shu AI bo'yicha shu professor o'tayotgan ekan, menga shu qiziq desangiz, bu sizni o'sha universitet haqida research qilganingizni bildiradi. Shu community yoqqanda desangiz, sizni aynan просто takka topshirmayapti. Ya'nida nimadir bizani communityga nimadir anaqa qila oladi, hissa qo'sha oladi degan bitta konsept yaratadi. Hop, nimaga bu major degan savolga siz quyidagicha strategiyani qo'llasangiz bo'ladi bundoq olib qaraganda. Hop, bitta aytaylik, bitta experience'i kelajakka bo'lgan anaqaga ulab ketsangiz bo'ladi. Ha, ularni programmasi aynan sizni hozirgi vaziyatingizni kelajakdagi shu odam bo'lib chiqishingizga yokida shu maqsadingizga erishishingizga yordam berishini aytib ketsangiz bo'ladi. Va nimaga community va diversity questioniga quyidagicha strategiyani ishlatsangiz bo'ladi va question bo'lishi mumkin. What will you bring to our community? Bizani communityga nimani olib kela olasan? Bunga siz o'zingizni microculturengizni, o'sha family, community identity, o'zi nationingizni o'sha universitetga anaqa olib kira olmayman yokida existing anaqaga qo'shilmoqchiman, judayam qiziqqandim deb aytsangiz bo'ladi. Va buni show how it shapes your worldwide and what you will contribute. Sizni anaqangizni umumiy perspektivangizni qanaqa shape qiladi va u yerga siz qanday nimalarni olib kirishingiz mumkin. Hop, something without getting caught. O'sha supplemental essayda aytganimdek, hamma universitet har xil narsa so'raydi va questionlar bir xil bo'lsa ham baribir universitet har xil bo'ladi. Shuning uchun siz structure bilan framework olishingiz mumkin. Ya'ni introduction, experience, reflection hammasini birdek olib ketsangiz bo'ladi. Faqat siz o'zgartirishingiz kerak bo'lgan narsa professorismi, laboratoriya anaqasi, raqamimi, kohortimi bilmayman va universitetni nomi, traditionlari shularni o'zgartirishingiz bo'ladi. Lekin konsept bilan umumiy anaqasi, konsepti, essays type'i qo'shsangiz bo'ladi. Xo'p. Va oxirida protokey, personal statement bu sizni kimligingizni aniq qilib beradigan narsa. Supplemental esa siz nimaga o'sha universitetga fit qilishingiz, nimaga aynan o'sha universitet sizni olishi kerak. Xo'p, bu sizga challenge. Uyda bemalol xohlagan paytingiz qilsangiz bo'ladi. Va bu yerda esa o'sha QA resources. Bu o'qishsiz bo'ladigan bitta sourcelar, College Essay Guide, Applying to College Essay Wiki, School Course Catalog shularni hammasini qidirib o'zingizga ma'qul bo'lgan titlelarni, informatsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda pro tips. Siz o'zingiz videoni to'xtatib, o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin yana videoni tagida ikkita example tashlab ketamiz recommendation letter haqida. Aynan qanday ko'rinishda bo'lishi kerak recommendation letter, qanday qilib o'shani yozsa bo'ladi konseptini kichkina example tashlab ketamiz ikkita. Hammaga rahmat. Xayr.